Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar. Bugun bahorning ilk kuni 1-mart. 1-mart kuni biz yana matchni qulupnay ekishni boshladik. Mana shunday ochiq dalamizda 5 sotixlik matchni Alba, Clery, Florence degan navlarimizdan matchni qulupnaylarni ekishni boshlaymiz. Mana shu yerlarimizni haydab oldik. Yerlarimizni shu pushtamizni o'rtasiga mana shunday fosforimizdan sepib oldik. Mana fosforimiz mana shunday. Mana shu 5 sotixga bir qop 50 kilo amofos sepildi. Sepilgandan keyin mana bunday qilib yana pushtalarimiz ko'tarib olyapti. Bu traktor bilan olingan. Traktorda olmishlik agat, ikkita olmishlik agatni bir qilyapmiz. O'rtadagisini olib tashlab, ikkita agat chiqdi. Bir traktor ikkitadan haydadi. 120lik agat olindi. Ikkita olmishni birlashtirdik. Yana ko'tarib, teparoq ko'tarib, agatlarimizni, pushtalarimizni teparoq qilib, mana bunday ko'tarib, keyin burchamizni tortib olib, qulupnay ko'chatlarimizni ekishni boshlaymiz. Biz o'sha bahorga matchni ko'chatlarni ekishni boshladik. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Ketishlari haqida to'liq ma'lumot berib olaman.